bizada o'qib ketgan o'quvchilar ham hozirgi kunda mana avtobuslarda yursa, mana men o'qiyotganda birinchi, ikkinchi oylarni o'qib bitirishadi-ku. 3-oyga o'tayotgan yoki 3-oy o'rtalarida kelishadi-da, dars paytida o'tirishsa aytishadi. Deydi, ayzibi, mana shu darsdan keyin o'sha qaraydigan bo'lib qoldim. Odamlarga qaraydigan bo'lib qoldim. Teri sarg'ayganmi, misol uchun. Yoki bo'lmasam oyoqlarida shish bormi, qo'llari shishganmi, ko'zini tagida shish bormi, bularga qornini holatiga sarx kasali bormikin buni, yoki bo'lmasam deydi, o'sha sirrozi bormikin qornini shishgan holatini ko'rib, sarg'ayganligini ko'rib, mana shunaqa analiz qilib o'sha ketishadigan bo'lib qolishdi. Yo'talsa, voy bu quruq yo'talyapti. Balg'amli yo'talsa, voy bu nam yo'talyapti. Balg'amli yo'talyapti. Bunda mana bunaqa kasal bo'lishi mumkin, mana bunaqa bo'lishi mumkin, tekshirtirish kerak deb o'sha tahlil qilishni boshlashgan. O'zlari bundan juda ham xursand bo'lishadi. Hamshiralik deganda ko'pchilik o'ylaydiki, kelaman, ukol o'rganaman, ichiga, yonboshga, kimlik atrofiga bularni o'rganaman, ketaman deb o'ylashadi-da. Uni o'rganib olish qiyin emas, oson. 3 soat ichida men sizga o'rgatib qo'yishim mumkin. Ukollarning texnikasini o'rgatib qo'yishim mumkin, lekin hamma ham dozalarni hisoblashni bilmaydi. Qaysi dorini vena ichiga qilish mumkin, qaysi dorini qilish mumkin emas, mana buni bilmaydi. Hamma ham demoqchiman-da. Tez tibbiy yordamlarda nima qilish kerak? Misol uchun, unaqalarni bilishmaydi. Undan tashqari gemodinamikani baholash. Misol uchun, boyaga aytganimdek, bemor hushsiz yotibdi, nima bo'lganini bila olmaydi. Borib tezlikda davleniyasini, pulsini, nafas sonini, tana haroratini